Odam tasavvur qiling, oxiratdan umidi yo'q. Shu dunyoda zo'r yashasam bo'ldi degan g'am bilan yuribdi. Bu odamning hayoti kulgili bo'ladi. Shu dunyoni o'zida zo'r yashashlik uchun insonga 3 ta narsa kerak. Sog'lik kerak, vaqt kerak, pul kerak. Ikkinchi, hech qachon uchalasi bir bo'lmas ekan. Albatta bittasi yo'q bo'lar ekan. Yoshlikda sog'lik bor, vaqt bor, pul yo'q. 15-30 yoshlar chamasi. Ikkinchi bosqich 30 bilan bir 50 yoshda orasi. Do'kon ochdingiz, ish yurgizdingiz, ishingiz yurishib ketdi, tovar olib kel, soat hisob kitob qil, qolgan tovar, ostatga tovar, unga pul xulos, vaqt yo'q. Sog'ligi bor, pul bor, vaqt yo'q. Endi 60 dan keyin bolalar katta bo'ldi, ishni bolalarga topshirdingiz. Bolalar yurgizyapti, pul bor, vaqt bor, lekin sog'lik yo'q. U dunyoda o'zida saodatli bo'lish uchun 3 ta narsa kerak edi. Sog'lik, vaqt, pul edi. Ammo Allohni tanisa inson, uni roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa, shuni yo'lida umrini sarf qilsa, bunaqa maqsadda yashayotgan odamni bo'ydoqlik davri ham zo'r bo'ladi. O'rta yoshi ham zo'r bo'ladi. Qaragandagi holati ham zo'r bo'ladi. Umriga shunday qarab 70 yil hayotiga zo'r yashagan hayotini.